Bolam, harom pul bilan bunaqa tilla darvoza qurgandan ko'ra, halol mehnat qilib, pul topib, yog'och darvoza olgan yaxshi. Hozir siz shunday o'ylaysiz-da. Hozir yashash uchun pul kerak. Puling bo'lsa odamlar hisoblashadi. Bo'lmasam odamlar hurmat ham qilmaydi, bir tenga olmaydi. Yep, puling yo'q deb hurmat qilishmasa, qilishmasan. Endi shuncha xorlikda, zorlikda yashaganimiz yetar. Endi men bunday yashashni xohlamayman. Siz bilan tortishganning foydasi yo'q. Jag'im og'ritib nima qildim? Bolam, qo'y. Men ishlarimga aralashmang. Iltimos sizdan. bolam.